Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Huzuringlarda ustoz Muhammad Yusufning Qur'oni Karim qandoq kitob nomli asari. Yoqtirib anglag'aysizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qur'oni Karimning nusxalari ko'paytilishi. Qur'oni Karim Hijriyaning 25-yili, milodiy 645-yili 3-xalifa Osman ibn Affon radhiyallohu anhuning davrida uning maxsus farmoni bilan nusxalab ko'paytilgan. Qur'oni Karimni nusxalab ko'paytish fikrini qorilarning peshvosi Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu o'tirg'a qo'ygan bo'lib, bu fikrni xalifadan boshlab butun ulamolar qo'llagan. Qur'oni Karimni har bir qorining o'zi mansub bo'lgan shivida o'qishi va har bir qorining o'zi o'qigan shivini hammadan afzal sanashi natijasida chiqqan ixtilofni yo'q qilib, Qur'oni Karimni hamma bir xil qiroat va bir xil shivida o'qishini amalga oshirish maqsadi bilan Qur'oni Karimni birlik Quraysh shivasida nusxalantirib, har qaysi islom allariga bir nusxadan avatgan. Qur'oni Karimni nusxalantirish usuli. Qur'oni Karimni nusxalash ishini Kutabul Vahyi komitetining raisi Zayd ibn Sobit, Abdullah ibn Zubayr, Said ibn As, Abdurrahman ibn Haris qatorliq qori sahobalar ustiga olgan. Qur'oni Karimni nusxalantirishga belgilanganlar birinchi xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhuning zamonida to'plangan Qur'oni Karim nusxasini Payg'ambar alayhissalomning ayoli Hafsa radhiyallohu anhaning uyidan so'rab ib kelib, nusxalarni Qur'oni Karimning mushu nusxasiga asoslanib nusxalantirgan. Ondan asli nusxani yana Hafsa radhiyallohu anhaga qaytarib berib, yangi nusxalardan birini xalifa Osman radhiyallohu anhu o'z yanida ib qilib, qolganlarini islom allaridan har biriga bir nusxadan Qur'oni Karimni birdan bir qori bilan qo'shib avatib bergan va har joyda Qur'oni Karimning mushu nusxasini o'qish to'g'riliq maxsus farmon chiqargan. Ondan mushu qitim nusxalantirgandan boshqa Qur'on deb sanalganlarning hammasini ko'ydirib tashlagan. 3-xalifa Osman ibn Affon radhiyallohu anhuning zamonida nusxalantirgan Qur'oni Karim zamonimizda dunyoning har qaysi joylarida o'qilayotgan Qur'oni Karimning o'zidir. Bu nusxa Mushaf Osmani, ya'ni Osmoniy Qur'on deb atalib kelmoqda. Osman ibn Affon radhiyallohu anhuning zamonida ko'paytilgan Qur'oni Karim nusxalari 5 edi deganlarmi va 6 edi deganlarmi bor. Ammo xalifa Osman radhiyallohu anhuning Misr, Bahrayn, Yaman, Makka, Basra qatorliq shaharlarga birdan Qur'oni Karimni birdan qori bilan qo'shib avatganligi aniq. Ilgirgi arab ilifbasi. Ilgari arab ilifbasidagi harflar cheksiz yoziladi. Masalan, jimni hadin, rani zadin, sinni shindan ayirib turadigan chekitlar yo'q edi. Lekin arablar odati bo'yicha bu cheksiz harflarning qaysini ba, qaysi t va qaysi tha ekanligini so'zning bosh oxiriga qarabla hech bir qiyinchilik his qilmasdan bilib oladi va to'g'ri o'qiydi. Shunga payg'ambar alayhissalomning zamonida Qur'oni Karim oyatlarining o'qish belgilarini bekitishga hojat yo'q edi. Payg'ambar alayhissalom olamdan o'tib qisqa vaqt ichida islom dini arab emas qavmlar orasiga keng tarqalishga boshlagan. Har xil millatlarning islom diniga kirishi bilan ularning Qur'oni Karimni o'qishga bo'lgan zo'r ehtiyoji arab emas qavmlarning arab tilini to'g'ri o'qishi uchun maxsus qoida belgilashni taqozo qilgan edi. Chunki arablar o'z tilida tushgan bu Qur'oni Karimning harflarini bir-biridan farqlantirib to'g'ri o'qib ketadigan bilan arab emas millatlar uni arablardek o'qiy olmaydi. Qur'oni Karimga o'qish belgilarining qo'yilishi. Arab tilining grammatika qoidasini va Qur'oni Karim oyatlarining o'qilish belgilarini tunji qitim tuzib chiqqan odam tabiin, ya'ni sahobalarni ko'rgan ikkinchi avlod ulamolardan Abul Asvad Du'li degan kishi bo'lib, u 4-xalifa Hazrati Ali ibn Abu Talibning amri bilan bu ishni boshlab, harflarning fatha, kasra, damma qatorliq harakatlarini bekitib chiqqan. Fatha alomatini harfning ustiga bir chekit qo'yish bilan, kasra alomatini harfning ostiga bir chekit qo'yish bilan, damma alomatini harfning o'ttirsiga bir chekit qo'yish bilan, sukun alomatini 2 chekit bilan ayirib olg'ili bo'ladigan qoidani tuzib chiqqan. Keyin Xalil ibn Ahmad al-Farahidi kelib chekitlarning o'rniga hozirgi zir, zabar va pish belgilarini qo'yib, texmi ro'shan, texmi puxta usulni ijod qilgan. Arab harflarining chekitlarining ijod qilinishi. Arab harflarining chekitlari va belgilarini tunji bo'lib ijod qilgan olim Xalil ibn Ahmad al-Farahidi degan kishi bo'lib, u yana hamza, shadda va boshqa belgilarni tuzib chiqqan. Keyincha arab tilining sintaksis qoidasini tuzib chiqqan. Shuningdan keyin arab tilining o'qish qoidalari, harflarning belgilari, harakatlari muqimlashib, Qur'oni Karim oyatlarining xat uslubi kundan kunga ko'rkam va chiroyli holga kelib,
tadrijiy holda taraqqiy qilib berib, eng oxirgi kamoliga yetgan. Qur'oni Karimning hozir biz o'qiyotgan shakli Hijriya 3-asrda borliqqa kelgan. Shuningdan beri Qur'oni Karimning shakli bir xil bo'lib kelmoqda. Qur'oni Karimning rasmiy matbada nashr qilinish tarixi. Qur'oni Karimning rasmiy matbada besilgan tunji nashri 1538-yili Italiyada besib chiqilgan bo'lib, shuningdan keyin 1694-yili Germaniyada, 1728-yili Turkiyada, 1787-yili Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida, 1802-yili Hindistonda, 1834-yili Gollandiyada, 1848-yili Tatariston poytaxti Qozon shahrida, 1823-yili Misrda, 1949-yili Makkada besilib tarqatilgan. Ammo bizning vatanimizda bo'lsa 12-asrda Qur'oni Karimning tunji tarjimasi o'ttirg'i chiqqan bo'lsa-mu, Qur'oni Karimning rasmiy matbada besilishi faqat 20-asrga kelgandila amalga oshgan bo'ldi. Saudiya Arabistonidagi Qur'oni Karimni nashr qilish akademiyasi. Qur'oni Karim hozirgacha Hindiston, Misr, Turkiya va boshqa ko'plagan davlatlarda, hatto Yaponiya, Xitoy, Moskva va Italiyalarga o'xshagan musulmon emas mamlakatlarda nashr qilinib, tarqatilib keldi. Keyingi vaqtlarda Saudiya Arabistonida Qur'oni Karimni bir xil shakl va bir xil xat nusxasi bilan besib, uni butun dunyoda umumlashtirish maqsadi bilan Saudiya Arabistonining sobiq podshohi marhum Fad ibn Abdul Aziz o'z nomidan Madina Munawvar shahrida Qur'oni Karimni nashr qilish akademiyasi qurib chiqishni qaror qilgan va oxiri uni qurib chiqqan. Chunki Madina Munawvar shahri Qur'oni Karim tushib tamomlangan va oyatlari to'planib, dunyoning har qaysi joylariga tarqalgan muborak joy edi. Mazkur akademiyaning ta'sis qilinishi 1984-yili 30-oktyabr kuni Qur'oni Karimni nashr qilish akademiyasining ichilish murosimi o'tkazildi. Bu akademiyaning binosi islom madaniyatini aks ettirgan, nihoyat ko'rkam ham zamonaviy shaklda qurib chiqilgan. U Madina Munawvara shahrining Tabuk yo'liga joylashgan bo'lib, 250 ming kvadrat metr yer maydoniga ega. Bu akademiyada olimlar, qorilar, xattatlar, ishchilar bo'lib, jami 900 ga yaqin odam ishlaydi. Bu akademiya yiliga 30 milliondan ko'proq Qur'oni Karim besib chiqish qudratiga ega bo'lib, har yili 10 million atrofida Qur'on besib chiqarmoqda. Bundan boshqa tafsir va Qur'oni Karimning har xil tillarga tarjima qilingan tarjima nusxalarini besib tarqatishdan tashqari, Saudiya Arabistoni va islom dunyosidagi mashhur qorilarning ovozlari bilan o'qilgan Qur'oni Karim lentalarini nashr qilib tarqatadi. Qur'oni Karimning tarjima nusxalari. Qur'oni Karimni nashr qilish akademiyasida hozirgacha Ispaniya, Germaniya, İngiliz, Indoneziya, Uyg'ur, Qozoq, Xitoy, Rus, Urdu, Faris, Pashto, Turk, Tayland, Somali, Fransuz, Kashmir, Koreya, Milibari, Hausa, Burma, Grek, Zulu, Bosna qatorliq 30 dan ko'proq tilda Qur'oni Karim tarjimalari besib tarqatilgan.